Assalomu alaykum, sevimli sizlar qanaqavalinglar, yaxshimi? Obdan turibsizlar. Biz bugun o'qiyotgan Qiyadik ovchining Ahuzari nomli kitobimizning davomini o'qishni davomlashtiramiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtar Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan kitob. Kitobninki 6 bobiga keldik. Ko'zdan chiqqan bosh so'ngak degan. Bu bobda asosliqi shu turkiy millatlarning tarixi, qozoq va qirg'izlarning tarixi bir boshdan bular suhbat shaklida elib borar ekan. Davomini o'qiymiz. Aytmatov. Shu davrni Oltin O'rda davlatining oltin davri deb toza yarışıdı. Bu davrda turkiy til xalqlarining yozma adabiyoti ko'plagan donliq asarlar bilan beydi, to'liqlandi. Masalan, 1233-yil Oltin O'rdaning shoiri Ali Yusuf haqida dostonni yozsa, 1303-yil Qipchoq tilidagi adabiy meros Codex Cumanicus, 1310-yil Rabg'o'zining Qisasul Anbiya, 1341-1342-yillar Qipchoq shoiri Qutubiyning Xusrov bilan Shirin, 1357-yil Mahmud Kardarining prozalik badiiy asari Nahjul Farodis, 1359-yili Saif Saraning Gülistan Bittürki nomli dostoni xalq bilan yuz ko'rishgan. 1909-yili Durbekning Yusuf haqidagi dostonining o'z varianti bo'yicha yozib chiqqan Yusuf Zulaykha degan kitobi turkiy xalqlarning orasida keng tarqaladi. Keyin qayta besilib, ilmiy va badiiy o'y-fikrlar mujassamlangan bu qimmatli asarlar hozirgacha o'z ahamiyatini yo'qotmay, xalqning aql xazinasini beyitdi. O'rta Osiyo bilan Dasht Qipchoq rayoni Mo'ng'ullarning jazo yurishidan bosh ko'tarolmayotgan 14-15 asrlarda Italiya qayta yorilish davrini boshdan kechirib, shahar xalqlarining soni ko'payib, ishlab chiqarish rivojlanib, kapitalizmning dastlabki bosqichlariga qadam qo'ydi. Yevropadan Yiroq sharqqa yo'l olgan ko'plagan karvonlar Italiyadan yo'lga chiqadi yoki Italiyaga kelib to'xtaydi. Qiziq savdo-setiq, keng iqtisodiy munosabat, odatdagi xalq turmush sharoitini yaxshilab va yengillatib, bilimga, go'zal san'atga, madaniyatga va adabiyotga ko'ngil bo'lish keng qanot yaydi. Dunyo tarixida qayta yorilish davri degan ot bilan atalgan bu vaqtlarda Italiyaning me'morchilik san'ati shunchalik taraqqiy qilganki, muzey saroylarning ichi teshi, tam to'rislari nafs o'yma va sizmalar bilan bezalgan bo'lib, qarasa to'ymay qarg'isi keladi. Odam qo'lidan yaralgan shon shavkatlik asarlarning ashu qaytalanmas ulgilari bu davlatda tinchlik o'rnab, inoq itbog'liq hukm surganligining dalili. Dal shu hunar san'at butkul dunyoga tarqalib, dunyoni qilish nayzi bilan emas, o'z qudrati bilan bo'ysundirdi. Bu davrda italiyaliklar qadimgi avtorlarning latincha yozilgan asarlarining tili va ishlatilishini tadqiq qilib, qadimgi Rim va grek adabiy asarlarining insoniyat bilan qayta yuz ko'rishiga kuch chiqargan. Ular qadimgi avtorlardan Testisarun bilan Tit Livining asarlarini to'plab, keng turda foydalangan. Florensiyaning vaziri Leonardo Bruno 1374-yildan 1444-yillargacha o'zi bosh bo'lib, qadimgi grek yozuvchilari va ataqliq faylasuflardan Aristotel, Platon, Pilotaj qatorliqlarning asarlarini asliga keltirish, tarjim qilish va e'lon qilish ishlarini ishladi. Ataqliq shoir Francesco Petrarca qadimgi yozuvchilarning ko'plagan asarlarini tadqiq qilib qolmasdan, suygan oshiqi Lauraga atagan sonnet degan she'rning bir xil turjumi ijod qildi. Uning zamondoshlari keyincha Petrarka o'z ko'zi bilan ko'rib she'rlarida aks ettiradi. Uning farishtalarningidek ko'zi ko'rganni endi hech kishi ko'rolmaydi deb yozgan. Ammo Yevropa bilan Osiyodagi urush odamlarni o'ldirmasdan hunar san'atining yildizni qirqadi. Shahonov. Bizning asli ota-bovlarimizmi sharqliklar suratlagandek yovvoyi, savodsiz bo'lmasdan bir to'p aqlliq, bilimli kishilar edi. Ular tug'ilishida qo'llariga ketmangurjak, qilishni ezilib tug'ilgan emasda. Ko'plagan asrlardan beri Turkiy xalqlarining ilmiy va madaniyati bir-biri bilan raqobatlash davomida taraqqiy qilib borgan. Ammo keyinchi ularning boshqa xalqlarning orqasida qolib tarixiy angsizlikni to'pchang besib qolishiga birinchi bo'lib sababchi bo'lgan og'ir sharoit, ya'ni dushmanlarning jazo yurishlari va mustamlikchiligi. O'rta Osiyo bilan Qozog'iston o'rta asrlarda ilmiy echilish va adabiy yangiliklar jihatda taraqqiy topgan rayonlar qatorida boshqa davlatlardan eshib ketganligi hammamizga ma'lum. Dal qadimgi vaqtlardagidek O'rta Osiyo yozuvchilari va olimlarining qalamidan birisining keyinidan biri bo'lib dunyo tafakkur xazinasini beyitgan ijodiyatlar, ilmiy asarlar borliq kelib turgan.
Hozirmi shu asarlar dunyodagi ko'p kitobxonalarda, arxivlarda iftixor bilan saqlanib kelmoqda. Agar Xorazmdan chiqqan ulug' olim Abu Rayhon al-Biruniyning yozganlariga ishonsak, hozirgi turkiy xalqlar o'ltiraqlashgan rayonlarda me'morchilik san'ati va haykaltarashlik, adabiyot va ko'rkam sizma, madaniyat va ilm-fan bir qatorda alohida rivojlangan. Buxoro shahridagi madrasada o'qigan Sharqning ulug' do'rigiri va tabibi Ibn Sina o'z xotirlarida mundoq deb yozgan: bir kuni men boshqurg'uchidan kitobxonaga kirib, tibobatga oid kitoblar bilan tanishishga o'qib chiqqandan keyin qaytarib berman deb o'tindim. Boshqarg'uchi ma'qul bo'ldi. Men ko'p turlarga bo'lingan kitobxonaga kirdim. Har bir bo'lakda kitob sanduqlari, birining ustiga biri dastlab qo'yilgan kitoblar nihoyat ko'p edi. Men u yerda kishilar ko'rmagan, o'qimagan, hatto olimlarmi bilmaydigan, zotli o'qilib boqmagan noma'lum kitoblarni ko'rdim. U kitoblarni o'qib foydali bo'lganlarini bilib oldim. Men u yoki bu kitobning avtori qandoq bilimga ega ekanligiga ko'ngil qo'yib qarab chiqib, qaysining ilmda yangiliklarning borligini aniqladim. Buningdan 10 asr vaqt ilgari yozilgan bu ma'lumotda ulug' sir va cho'nqur mazmun yo'shirgan emasmi? Undaq ekan, ulug' shoir Umar Hayyamning o'z vaqtida Arifmetikadagi qiyin masalalar degan ilmiy asarni yozib, uningda Nyutondan 5 asr burunla o'nliq kasrlarni yeyish teoremasini topganligini aytganligi, Ulug'bekning yerning quyoshni cho'rdab aylanadiganligini Galileodan ko'p ilgari topganligini, Bruniyning sanskrit, Paris, arab, Eron va grek boshqa tillarni pishiq bilib, dunyoning jo'grafiyalik xaritasini tunji sizib chiqqanligini, Al-Farabiyning hayot vaqtida Aristoteldan keyingi ikkinchi ustoz deb atalganligi va nemisning buyuk shoiri Gettining Sharqning 7 ulug' shoiri bor. Ularning eng nachirmi mendan yaxshiroq deb izzat ko'rsatib o'z qoyilligini bildirganligi, qatorliqlarga tan qilib yoki maqtanib o'tirishning hojati yo'q. Bularning hammasi har bir davrning qudrat tepib gullangan vaqti bo'lganligining ifodasi. İkinchidan, ba'zi xalqlar tinimsiz yuz bergan urushlardan zotli bosh ko'tarolmay, dunyodagi o'zgarishlardan xabarsiz turganda, o'rta asrdagi Yevropa rayonlarida go'zal san'at bilan ilm-fan keng umumlashib, ular kuchga to'lib, erkin qanot qoqqan qushdek ko'kda parvoz qilmoqda edi. Masalan, 1008-yili Parij universitetining qurilishi, 10 asrda Angliyada Cambridge, Oxford, Ispaniyada Salomon, Italiyada Neapolitan, 14 asrda Chexiyada Praga, Polshada Krakow, Germaniyada Kelin, Heidelberg, Eriyut universitetining ochilishi barliq xalqlarning madaniyatining olg'a besishi va taraqqiy qilishiga sharoit yaratib, insoniyatning tabiat va jamiyatga bo'lgan ko'z qarashini o'zgartdi. Demak, Yevropada 15-asrda 65 dan ortiq o'qitish o'rni va yuqori bilim yurtlari maydonga kelgan bo'lib, dal shu universitet va o'qitish o'rinlarining hozirgacha majburiyatini ado qilib kishilarga bilim berib kelayotganligi hammamizga ma'lum. Bu yerda bir nuqtani nihoyat kesib deyishga bo'ladi. Mana shu 13-14 asrlarda barliq kelgan 65 universitet bugungi kunda Yevropa va Amerika qatorliq mushu yerlarni, ya'ni hisobda Yevropani, hozir men aytayotganim shu, bugungi kunda dunyoning oldin qatorda bo'lishiga, o'rta asr ularga nisbatan bir jaholat davri edi. Bizga nisbatan shodlik tarixiy davr bo'lgani bilan ularga nisbatan shundoq bir qorong'ulik jaholat davri edi. Shuningdan qutulib dunyoviy kuchga ega bo'lishi. Nurg'unlagan masalan, Fransiya, Gollandiya, Yevropadagi nurg'un davlatlarning dunyoviy imperiyalarni qurib, dunyoviy urushlarni qo'zg'ay olishi ularning kuchi. Bu kuch nerdan keladi? Bu yengilish nerdan keladi? Mayli birinchi qatimliq sanoat inqilobi, ikkinchi qatimliqi bo'lsin, bularning hammasi mushu universitetlarda o'qib, nemishqa manda bo'ladi, mana mandaroq qilib baqsa qanday bo'ladi deydigan kishilarning borligidan yetishib chiqayotgan narsa. Aytmatov. Haqiqatan shundoq. O'z vaqtida yetarlik ahamiyat berilmagan shu yozuvchi olimlarning asarlarini qayta ko'rib, ratlab, e'lon qilish tarafdarida hozirgi olimlarimiz bilan ziyolilarimiz oldida qanchalik cho'ng va murakkab majburiyat turganligini aytmayli qo'yaylik. Firdavs, Jami, Sodibi, Umar Hayyam, Abu Nasir al-Farabi, Muhammad al-Xorazmi, Abu Bakr al-Narshahi, Abul Vafa, al-Buzjani, Abu al-Ibn Sina, Abu Rayhon al-Bruni, Yusuf Xas Hojib, Mahmud Qashqari, Rashiddin, Abu G'ozi Bahodirxon, Qodir G'oliy Jalayiri,
və başqa şərqnin dağlıq alimlərinin, astronomiyalarının, fizik, feylasuf və geograflarının əsərlərindən hər yili az degəndə birdən kitab çıxırıb turuşumuz kerak. Hamda bizning bu klassiklərimizning əsərlərini burundan tərcümə qilib, ayrim kitab qilib chiqarib kelishgan chet ellik ziyolilar jamoatchilikka cheksiz minnatdorlik bildirishimiz kerak. Biroq ba'zi mushu sharoitda o'tgan davrlarni tadqiq qilishimiz cho'lti bo'lishda kamchiliklarimiz bor. Bizda bir yomon illat og'imchilik paydo bo'ldi. Ba'zida biz shu ota-bobolarimiz hammamiz uchun qanchalik ahamiyatga ega ekanligini bilib tursaqmi, ularni har qaysimiz o'zimizga tortib talashgan. Nemishqidir shu ulug' kishining qaysi yerda tug'ilganligiga hozirgi ma'muriy bo'linish bo'yicha qarab chiqamiz. Ondan keyin o'z millatining vakili deb e'lon qilishga oldiraymiz. Shuning natijasida Xo'ja Ahmad Yasaviy qozoq, Mahmud Qashqari Uyg'ur, Yusuf Xos Hojib qirg'iz, Muhammad al-Xorazmiy o'zbek bo'lib, har biri tug'ilgan to'g'risida kinishkilarini elib bo'ldi. Uning ustiga mundaq bo'linish vaqtlarida olimlar orasida ba'zi qiziq talash-tortishlar paydo bo'lyotdi. Qadimgi Markaziy Osiyo xalqlarining tegi-tektining sak va o'llardan boshlanganligi, bularning ma'lum bir davrlargacha birdek turklar deb atalib kelganligini esga olsak, bu chog'da bizning ota-bobolarimiz va ularning ilmiy, madaniy meroslarimi O'rta Osiyo va Qozog'iston xalqlari uchun o'rtaq emasmi? Nima uchun bu yerda O'rta Osiyo va Qozog'iston deb bu Qozog'istonni alaydi deb qo'ydi? Butun O'rta Osiyoga o'rtaq gap tugidi. Qo'yning ichilsa hech gap yo'q. Nima? O'chkining ichilsa hech gap yo'q. Qo'yning ichilsa o'yt. Sen desang hech gap yo'q. Haq desa o'yt. Mandaq bo'ldi. Men mana boya ismlarni o'qish jarayonida bir narsaga diqqatimni tortdi. Men yana bir o'qib beraymi o'shani. Tortish baqayli. Firdevsi, Cami, Sadibi, Ömer Hayyam, Ebu Nasir el-Farabi, Muhammed el-Xorazmi, Ebu Bekir el-Narshahi, Ebul Vafa, el-Bozcani, Ebu Ali ibn Sina, Ebu Reyhan el-Bruni, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qashqari, Rashid ad-Din, Ebu G'ozi Bahodir Xon, Qodir G'ali Jaliyiri va boshqa sharqning danglik olimlari. Kishi ismlarida har qaysi millatlarning o'ziga xos bo'lgan aloyidligi bo'ldi. Yoki shu rayonlarningki bir narsalar bo'ldi. Har qaysi tarixiy davrlarda ba'zi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Masalan, biz Uyg'urlarga nisbatan elib aytganda, Qashqarda qizlarning ismining keyniga ko'proq gul, o'g'illarninkiga jon keladi. Sal cho'ng'ayganda erlarni Axun, qizlarning oxiriga xon keladi. Masalan, Ahmadjon, Mahmadjon, Samadjon degandek. Endi masalan men bir tadqiqot qilib yoki kishi ismlari haqida undaq bir tadqiqot kitoblarini tafsiliy o'qib qilmadim. Faqat men o'zimning mana bu o'y xayolimni deyapman. Masalan, Qumul tarafda o'g'illarning ismining keyniga gang qatadi. Masalan, Bilal gang, To'xti gang. Uningdan keyin nima tarafda masalan Kuchada ilaqim Qari degan ismni bekrak qatadi ekan-ku. Shuning, ya'ni demakchi o'g'lim bu yerda bir millatlar emas, rayonlar orasidami ashuba. Misol, ma'lum bir siyosiy territoriyani oladigan bo'lsak, Rossiya va Rossiya ta'siridagi rayonlarda erlarning ismining oxiriga ov, masalan Qasimov, Abdullayev, masalan Azmatov, ayollarninkiga Mahbirova, Aynurova, Gulnurova degandek masalan qaytilishi. Bu siyosiy territoriyaning ta'siri. Ammo endi mushu vaqtlardagi men kishi ismlaridanmi mencha ozroq to'g'ri, endi bu yerda yoshidi deb maxo'shnimiz, biz qozoq, biz qirg'iz, biz bijim bo'lib bunda o'tgan emas. Shu vaqtida territoriyalik rayonlarimiz bor. Masalan, Qashqarda hozir bizning Qashqar shivisi bo'lgandek, Qumulning Qumul shivisi bo'lgandek, hammamiz Uyg'ur bo'lsakmi, o'zimizga xos yashayotgan jo'grafiyalik alohidligimizga asosan ba'zi farqlarimiz bo'lgandek, O'rta Osiyodagi millatlar orasidami yashayotgan tarix geri shu bo'lingan, shu chaqda masalan qabila yoki bo'y bo'yicha bo'lingan bo'lsa, shu bo'yicha ularning ism qo'yish alohidliklari, ularningki yozgan yozmalaridagi ishlatgan tillari degandek narsalar farqi bordi. Hech bo'lmasa bizning shivimiz farqlangancha farqi bordi. Bu yerdimda qarab baqsaqlar, shu ism qo'yganlar, shu rayonda yashaganlar, shularningki, ya'ni buni shaharlashgan millatlarga aiddir. Masalan, muqim bir yerda masalan necha asrlab yashagan bo'lsa, bular ko'chma millatlarga qaraganda texmi muqim bir madaniyatni, texmi muqim bir kuchni tashkillayoladi.
Şoňa meýerde şu baý kişi isimlerini okudyp kallamyň şu keldi. Naýat roşun bularmy 12-nji, 13-nji esirlerde muşular bilen aýny wagtda ýaşagan birmunça batyrlaryny sanap ötken, olaryň ismi ýaman başgaçdy. Bundaq Ebu El mandaq emasdyço. Belki men bular kalem tutgandykin bekerek ilmi, meselen ilmi isimlerini koygan boluş mümkin, lekin yani demekçi oğlumuzda piçakny özüňe sal, agrymsa kişige sal. Sen başgalarny dime. Bu degen ortak däwatgandykin senmi dime? Senmi dime? Nirvam nerdi? Dawam gylaýly. Onun üstüge mundaq bölünüş wagtlarında alimler arasında bäzi talaş-tartyşlar peýda bolupatdy. Kadymky Merkezi Asiýa halaklarynyň tigi-tekdiniň Sak we Hunlardan başlandyganlygy, bularnyň ma'lum bir däwirlergacha birdek türkler dep atylyp kelgenligini eske alsak, o çagda bizniň ata-bowlarymyznyň we ulanyň ilmi, medeni miraslary Otur Asiýa we Kazakystan halaklary üçin ortak emasmy? Bütün Otur Asiýa halaklary üçin ortak. Ejdadylarymyz birge ýaşap, bir tilde sözleşken tulsa, emdi biz ularny bölüp näme üçin ýok ýerden çatak çykarymyz? Näme üçin hiç gaýsymyz kymmatlyk we murakkep miraslarny hemmemiz birlikde tadqiq kılıp bir sistemaga salaýly dep aýtmaýmyz? Her tarapga bölüp çaçkandan görä şu eserleriniň tekstlerini ölçemlik işlep çykaryp, birlikke keltirip бүткүл Türkiýe halaklarynyň mirasy katarda elan kılıp, bizniň umum taryhymyzdan bir aýrylmaz kysmy kılıp kirgizsek bolmamdy? Ýa-ki bu tüňünki imperiýalik siýasetiň sakındysy? Biz onundan gutulalmaýwatymyzmy? Onundan öz erkitimiz bilenle qutulamyz-da. Bütün Türkiye halklarynyň mirasy bolgandyken bizde aşununğa has görünüş boldygan gep. Meselen, şair Akmollany, başgyrlar, Kazak we tatarlarynyň ataglyk şöjäni. Kazak bilen Kırgızlarynyň ortak şairi dep kelebatmamdyk. Bundaq misallarny her gaýsy halklardan tepişki bolady. Şair ýazgıçylarynyň bir neçe tilde ýazganlary bar bolgaçka, ýazganlary şu halklarynyň hemmesine mensup bolgan. Birak buningdan şu halkyň güzel san'aty we edebiýatynyň kimip galgan ýeri ýok. Eksçe, tehimy beýide emasmy? Otur asyrga kelgende bizniň halklarymyzdan her gaýsy öz aldyga döwlet kurup, bölünüp ketkiçe zeminimi, tilimi, taryhymy, gaýda usullarymy birdek edi. Şoňa hazyrmy bir altyn boýumnyň çeçilgan sunuklary, bir bütünlükni tüzgen närsiniň bölekçileridek bizniň ulug ejdatlarymyzyň isymlary we miraslary okşaşla hemmemizge mensup hesaplandy. Şahanow aýtmakçy, Qerendaş Türkiýe halklarynyň hemmesiga ortak bolgan Kırımның 40 batyry degen çoğ hajimlik dastan bar. Bu dastanda Altyn Orda däwridäki 40 batyrynyň batyrlyklary we haýaty şiir şekilde bayan kılıngan. Şu 40 dastanny toluk ýadyga aýta alaýdygan Sayakbay Karalaýewga okşaş Kazak şairi Morin Singirbaýew degen ataglyk az üçüredigan naýat ötkür birlik kişi bar idi. O ulug ana watan uruşyny tüketgenden keyin Almatadyky Til we Edebiýat tadqiqat ornunyň çakyrtyşı bilen kelgende Kırımның 40 batyryny ýazyp atgan eken. O 6 ay içinde keç gündüz gün tün demey bu dastanı yazıp yazdıryp bolanmay ýene 5-6 dastan kalganda näwirlerimni segimden berip körüp gelýär dep maňgyşlak ketken. Öýge berişi bilen taň üçtüm tut agyryp kalyp dünýäden gaýtgan. Şunçylyk yazdyryp tutup galaý degen dastany biz tehiç toluklap kitap kılıp çykaramadyk. Aýtmatow. Kırımның 40 batyry Altyn Orda däwrinde ýazylgan bolgymydy? Ha, meselen dastanyň baş gahrmany Orak bilen Mamay Altyn Ordanyň hany. Mamay 1361-nji ýyldan başlap Altyn Ordada hakimiýet ýürgizgen. Maýada Mamay dep isim goýupdy. Kolikov dalasydyky elişiniň baş rahbarlarynyň biri. Ular Qaranis gazy we Seytek dastanlarynda haýaty tilge aýlangan daňlyk batyrlar. İdge 1352-nji ýyly we 1919-njy ýyly ýaşap Toktamış bilen elişgan Ak Ordanyň hökümdary. Asan Qaýgy dastanynyň baş gahrmany öleman, şair, peýlasup, jamaat erbaby Asan Qaýgy Sabit ogly. O Altyn Ordanyň hany Orman Bakysynyň qazy beýleriniň biri idi. O qazlykny adillik bilen elip bargan. Altyn Orda döwleti agdyrylgandyken Kazak halkynyň asasçylaridan biri Jambek hanyň maslahatçysy bolgan. Muş kişi isimlerden bayman degendek, maýadyky kişi isimlerini ýene bir okup berýän. Jambek han, Orman Bakys qazy, Orman Bakys,
Asan Qayg'ı, Sabit o'g'li, To'xtamish, Mamay, O'roq Ma'vu boturlari va shu vaqtdagi o'xshash davr, biz boya deyotgan davrdagi podsholarning ismi. Ularga oid bo'lgan kishining ismlari mandaq. Aytmatov. Türkiye xalqlarga cho'ng qayg'u elib kelgan Jungar davlati bir vaqtlarda Chingizxonning va uning mo'ng'ullar qilolmagan ishlarni qilaman deb intilgan bo'lsa-mu, davrning o'zgarganligi o'ziga qarshi qandoq kuchlar turganligini faraz qilolmadi. Birinchidan, Turkiya xalqlari bu jungu ajdihoriga o'z vaqtida O'ymaun, Turg'aut, Durbut urug'doshlari va millionlagan qalmoqlarni yo'qotgan Chin sulolasiga birlikda qarshi chiqishdi. Ikkinchidan, agar Turkiya xalqlari Chingizxonning jazo yurishi mezgilida yangicha tuzilish bosqichida bo'lib, endi millat birikmalari shakllanayotgan bo'lsa, yana 500 yil o'tgandan keyin u millatlar o'zlarining davlat sistemasi bor ayrim millatlarga aylanib bo'lgan bo'lib, bu xalqlar o'zlarining millat ong sezimini yetildirishgan edi. Şaxanov. Жоңғар дۆلىتى تەشكىل قىلغان ئويرات قەبىلىلىرى 11 ئەسىردە موڭغۇلىيەدىن باشلانغان چوڭ قىرغىندىن كېيىن موڭغۇل دالاسىدىن كېتىپ ئالاتۇ ئېتىكىدىكى قازاق ۋە قىرغىز رايونلىرىغا كۆچۈپ كېلىشكەن. ئۇلار كېيىنكى ئەسىرلەردىكى موڭغۇل خانلىرىنىڭ ھاكىمىيەت دەۋرىدە قازاق ۋە قىرغىز قەبىلىلىرىنىڭ بېسىم قىلىشىغا ئۇچراپ، ئۆز ماكانلىرىدىن، مال باقىدىغان يەرلىرىدىن ئايرىلىپ، باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان سودا سېتىقى توختاپ، ناھايىتى ھالسىز ئەھۋالغا چۈشۈپ قالىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە 16 ئەسىردە ئۆز نۆۋىتىدىكى بىر ئېلىشىشتا ئويرات قەبىلىلىرى مەغلۇبىيەتكە دۇچار بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن قازاق خانلىقىنىڭ تەۋەلىكىگە كىرىپ ئۇنىڭغا باش ئېگىدۇ. روسىيە پادىشاھى ئىۋان تۆتنىڭ گروزىيە نوغاي ئوردىسىنىڭ ئەلچىسى دانىلا گوبىن بىلەن يېزىشقان خېتى ۋە موسكۋادىكى قازاق ئەلچىسى قۇل مۇھەممەدنىڭ 1595 يىلى سۇلتان ئوراز مۇھەممەدكە سېنىڭ تۇغقىنىڭ تەۋەككۈل مىرزا قازاق ئوردىسىنىڭ خانى بولۇپ، ئۆزىنىڭ كىچىك ئىنىسى شاھ مۇھەممەدنى قالماقلارنىڭ خانى قىلىپ تەيىنلىدى. ئۇلارنىڭ ھەممىسى بىرگە ياشاپ، بىرگە كۆچۈپ يۈرۈشىدۇ دەپ يازغان خېتى بۇنىڭ ئىسپاتىدۇر. Aytmatov. Tarixdən bizə məlum bolğanidək 1635 yılı Oyrat qalmaq qəbilələri birləşib öz hakimiyyətini qurdu. Cunquluqlar, Qazaqlar və Qırğızlarning o'rtasidagi tağlıq taşlandıq yerdən o'rnagan Junqar xanlığı öz territoriyasını kengaytib, ko'p mal beqish qulaylik yaylaqlarga ko'chmoqchi bo'lib, ko'p o'ylanib o'ltirmasdan 50 ming kishilik pishiq məşq qılдырılğan qoşun bilan Qazaq və Qırğızlarning egilgan yerlariga hujum qilib kirdi. Dastlab elishlarning biri Talas daryosining bo'yida bo'ladi. Bu urushda Abdushukur boshchiligidagi o'zbek qo'shini Qozoq Qirg'iz qo'shinlari bilan birlashib dushmanga zarba berdi. Keyingi urush Qozoqlarning janubidagi o'zbeklar zaminida bo'lgan bo'lib, uch qarindosh xalq birlashib bu qatimmo g'alabaga erishdi. Puxta qurollangan Жоңғария armiyasi Qozoq ziminiga 7 qatim tajovuz qilib, Qozoq xalqining markazi Turkistonni, Toshkent va Sayram shaharlarini, orqadan Volga Orolgacha bo'lgan rayonlarni besib olib, Qozoq xalqiga yetib tugatkisiz azob elib keladi. Butun mol-mulkidan ayrilgan xalq dushmandan qochib, taraf-taraflarda och-yalang'och yurib, qirilib tugash girdobiga boradi. Shunga bu vaqt och-yalang'ochlik yurib, Olqa ko'lga yig'ilganlar davri deb atalgan. Urushdan keyin cho'ng ocharchilik boshlanib, kishilar o'lib qolmaslik uchun o't cho'plarni qo'llab yegan. Ba'zida bu qirg'inning tub sababi qarindosh xalqlarning o'zaro birlashmaganligidan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buningga 1725-yili Ruslarning Buxorodagi elchisi Filur Binvinning bu haqdagi O'rta Osiyoda dahshatli urushlar bo'layotdi. Bu urushga afg'onlar, farislar, xivaliqlar, buxoroliklar, qozoqlar, qirg'izlar, qoraqalpoqlar va qalmoqlar qatnashyotdi. Ularning har birining urushga chiqishga ayrim sababi bor degan ma'lumotlari guvoh bo'la oladi. Shundaq, tarix sahnasida Junqar xonligining barliq kelishi faqat qirg'iz, o'zbek qozoqlarga emas, Jungo bilan Rossiyaga ham ta'sir ko'rsatgan. Qalmoqlarni zambiraklarga qurollantirib, Turkiya xalqlariga qarshi turgan Rossiya podshohligi o'zining bu mutamligidan rozi bo'lgan holda urushga sirtdan qarab turdi. Chunki Xuanxo daryosidan tortib Volga daryosigacha, Sibiriyadan tortib Irongacha bo'lgan ulug' dalada so'zilib yotgan hisobsiz zo'r boyliqqa kimningli bo'lmasin ko'z qizamay qolmaydi. Shunga ular jangga otlangan Junqariya ordisi bilan Turkiya qabilalarini so'qishga selib qo'yib, ularning bir-birini yo'qotishni ko'zlaydi. Qaysi bo'lmasin biri bu urushda yengadigan gap. Ondan yengan bo'lsa-mu dushmanni yo'qotish o'ng'ay bo'ladi yoki udul berib besivasim bo'ldi. Bu cho'nqur o'ylab tepilgan planni tuzgan Rossiya kutib turmasdan mardlik bilan qalmoqlarning Turg'avut, Turbut va Qo'shavun qabilalariga Volga daryosidagi
Volga bo'yidagi yerlarni bo'lib berdi. Oxirida Jungariya va Volga qalmoqlari bilan 100 yilga yaqin urush qilgan Turkiya xalqlari yuzlagan yillar asrlardan beri saqlanib kelayotgan madaniyatidan ayrilib qoladi. Shunda qilib bu xalqlarning hammasi Rossiyaning mustamlikasi demakchi o'xshaydi. Aylandi. Aytmatov. Jo'ng'ar qo'shinlari Yettisudan Naranqul, Baynaqul, Qastek, Qaskeranglarni keyin-keyindan besilib g'alabaga erishdi. Ular Olato'dan oshgandan keyin Qirg'iz zaminiga kelib Issiqko'l bilan Chu vodilarida qirg'izlar bilan urushdi. Qirg'izlar bardoshlik berolmaydi. Shuningdek xalq orasida agar tog'da qirg'iz bolasi yig'ilsa, pastda qozoq onaning yuragi og'riydi degan so'z taqiladi. Aslida qarindosh xalqni qo'g'dash uchun qozoqlarning Shaprashtu qabilasining Baturi Qarasay 5000 otliq askarni tashkillab Chuy daryosining bo'yida qalmoqlar bilan elishgan edi. Yakma-yak elishda Qarasay qalmoqlarning askar boshlig'ining o'ng qo'lini chepib tashlaydi. Buningda ruhlanishgan qozoq va qirg'iz askarlari Otabo'g'lining ro'yiga sig'inib, shuar to'lishib, etib tugatkisiz botirlik ko'rsatdi. Bu urushlardan keyin biz erkinligimizdan ayrilgan bo'lsak, Jo'ng'ar xalqi yer yuzidan butunlay yo'qoldi. Bu urushda Jo'ng'arlarga qarshi yana Turkiya xalqlarini birlashtirish ko'p töhfa qo'shgan ishim xonmi bor. U Jo'ng'arlar tarafidan bizga kelgan qanday qo'rqinchlarning borligini sezgan bo'lsa kerak. Shu vaqtgacha o'zaro ittifoqi yo'q. Chachiranda xalqlarni ittifoqlashtirib, qirg'izlar bilan birlashma armiya tuzish kelishib, Issiqko'lni imkoniyatning bericha dushmandan qo'g'digan. Bu to'g'risida tarixchilar agar mundaq birlik bo'lmasa, ruslardan Sibir orqali qurol to'liqlab turayotgan Jo'ng'arlarning dushman qo'shini tarafidan ba'zida qo'liga otar miltiqmi yo'q Turkiya xalqlari yolg'izlikdan qirilib ketadi deb yozadi. Jo'ng'arlarninki bu urushlarda bizning nurg'un qanliq tariximiz bor. Biz qo'g'dab ularni, biz aşağı tarafda urushib, qonlar to'kilib, uning orqasidan bizni besib o'taliganlari saqib kelib, bu yerda bo'lgan urushlardi. Bu bizningki nurg'unlagan qanliq tariximiz bo'lgan bu haqda. Bo'ldi, bugun o'qayli, davomini o'qiymiz. Allohga omonat.